Shu ko'chani oxirigacha. Siz hali taksi ham qilasizmi, Adajon? Chiroyli-ya. Qo'sh ko'zlari qop-qora, soqoli ham bor. Qizingizmi? Yo'q, men qo'shnilar bo'laman. Amaki rossayam zo'r insonlar-da. Maktabdagi har bitta bolani olib, qo'liga bitta-bittadan cho'ko krem berib, uyiga tarqatadilar. Bunaqa mujiklar kam hozir. Uylanganmisiz? Bechora, g'irt so'qqabosh. Haligacha uylana olmaganlar. Men ham turmushga chiqmaganman. Voy, ana, taqdirni qarang. Ajri qamol tushgan deb bir-biringlarga rossayam o'sakansizlar-da. O'zi nimaga uylanmagansiz shu paytgacha? Endi singlim nima desam ekan? Hozirgi kunda yaxshi ayollar kam. Bir kosa ovqat, ikki og'iz shirin so'z aytadigan ayollarni o'zi chiqmayapti. Siqilmang. Mana men borman. Nima baqirasan? Men baqirmayapman. Bu oyimmi? Jonli signallari. Rahmat deng mashinada otib bormaganimga. Agar oyim bo'lganlarida mashinani yondamasligida bo'lardingiz. Siz bo'lsa kuyov bola, to'g'ri uyga haydang. Uyda sizni bir kosa ovqat bilan ikki og'iz shirin so'z kutib turibdi. Balki oyingga Bitta shart bilan. Xavotir olmang oyijon. Hammasi nazoratim ostida. Erkak o'z oilasiga butun qaytdi. Tinchlikmi? Qizingizga pora olib beribsiz? Ana men nimadir qizimga olib beradigan bo'lsam, Ada. seni sevaman, onasi. Oh, naqadar baxtlisizlar-a. Asal qizim, shakar qizim, novat qizim men.